Respublikamiz mevali bog'larida keng tarqalgan kasalliklardan biri bu manilyoz kasalligi. Manilyoz kasalligi mevali bog'larda qachon tarqaladi? Mevali bog'larda asosan mana hammamizga ma'lum, hozirgi paytda ayrim mevali daraxtlar qiyg'os gullagan, ayrimlari gullash arafasida. Mana olma mevali daraxt oldida turibmiz, ayni gullash arafasida. Ayni shu paytda o'sha manilyoz kasalligini qo'zg'atuvchi zamburug'i sporalari xuddi shu paytda gullagan daraxtlar gul otaligidan kirib, daraxtlari zararlaydi. Ya'ni bu paytda o'sha gul otaligidan kirgandan keyin gullagan daraxt gullari, novdalari gullashi bilan qurib qoladi. Xuddiki issiqdan yoki sovuqdan quriganga o'xshagan ko'rinishga keladi. Natijada o'sha mevali daraxtlar hosilini 30-40% gacha, ayrim hollarda 50% gacha kamaytirishi mumkin. Mana daraxtni ko'rishimiz mumkin. Daraxt bu o'tgan yili ham manilyoz kasalligi bilan zararlangan. Xuddi shu daraxtlardan shu manilyoz kasalligi bilan zararlangan mevalar o'tgan yilgi zararlangan. Mana shu kasallik zaxirasi hisoblanadi. Bu havo harorati 20-25 gradusga yetganda bundan o'sha kasallik qo'zg'atuvchilarning sporalari uchib, nafaqat bu daraxtga, balki shuni yon atrofidagi daraxtlarga ham tarqalib, shu mevali bog'ga jiddiy darajada zarar yetkazishi kuzatiladi. Endi bunga qanaqa kurash choralari o'tkazishimiz mumkin? Birinchi navbatda agrotexnik tadbirlarni o'tkazish. Birinchi, kasallikka chidamli navlarni ekish, kasallangan novdalarni 10-15 sm pastki qismidan qo'shib, sog' joyga qo'shib kesib tashlash. Bundan tashqari mana zararlangan mevalar, ya'ni o'sha kasallanib daraxt tanasida osilib qolgan mevalarni terib, dala tashqarisiga chiqarib yoqib yuborish. Keyin daraxtlarning tinim davrida 3% bordoz suyuqligi yoki bo'lmasa 3% mis kuporisi bilan daraxt tanasini yaxshilab yuvish. Bu kasallik ham o'sha qishlab ketgan zaxiralarni ma'lum miqdorda kamaytiradigan bo'lsa, vegetatsiya davrida, mana hozir aytib o'tdik, daraxtlar gullagan paytida o'sha zarar yetkazadi. Gullashidan oldin yoki bo'lmasa gullashdan keyin biologik preparatlardan ta'sir etuvchi moddasi trixoderma yoki bo'lmasa bacillus asosli biologik preparatlarni qo'llashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa kimyoviy vositalardan o'sha kasallik dastlabki belgilari paydo bo'lgan paytda ta'sir etuvchi moddasi difenokonazol asosli, difenokonazol tiametaksam asosli yoki bo'lmasa sipradinil asosli preparatlar yoki bo'lmasa tarkibida mis bor preparatlardan birontasini, misol uchun xlorkis, medi kabi preparatlarni qo'llash tavsiya etiladi.